Assalomu alaykum. Penoblog O'zbekiston kanali obunachilari. Do'stlar, 2025-yil 26-iyun holatida Penoblogdan qurilgan uy bilan tanishtirib o'tamiz. Juda ko'pchilik Penoblogdan uy qurib bo'lmaydi, Penoblog musor deb har xil negativ fikrlar bildirib tashlayapti. Mana biz Penoblogdan o'zimiz qurgan uyni ko'rsatamiz. Siz baho berib o'tasiz. Kommentariyada baho berib o'tasiz. Ko'rishingiz mumkin. Penoblogdan uyni qurdik. Yaqinroqdan ko'rsatib o'tamiz. Juda zo'r holatda. Mana bu kafil kiliy, ortib qolgan kafilning kililari surtilgan, yaxshi holatda turibdi ular ham. Hozir tomlarini penasigacha qildik, hozir ko'rsatib o'tamiz uni. Bu 11 ga 10 ayvon mana. Hayvonimizning holati past tomonlari holi bardak turibdi. Bu yerlarni stashka qilib, endigina uborka qilib olamiz endi. Holi endi penalarni tugatdik, endi uborka qilib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, tepalariga bolor vasalarni bosdik. O'ta zo'r holatda bo'ldi. Bolorlarimiz ham cho'kkani yo'q. Penasini 10 sm dan 15 sm, 20 sm gacha ham qilib qurdik. Mana ichkari tomonlarni ham ko'rsatamiz hozir. Hol ichkari tomonlar endi uborka bo'lyapti. Mana bu tomonda ham bitta xona bor. Mana bolorlar bosilgan, tepasi pena bo'lgan. Hozir tepaga chiqib ko'rsataman. 26-iyun holatida. Shu uyda qurilishini anchadan beri ko'rsatib boryapmiz. Juda salqin bo'ldi. Penani bosganimizdan keyin juda salqin bo'ldi. Mana derazadan skvaznoy bo'lib, mana shu obedga ham shu yerda dam olyapmiz. Penoblokchilar. Juda zo'r holatda mana vassalar bosilgan, ustiga kardon, salafon qo'yib penasini qo'ydik. Ana endi tepa tomonni ko'rsatib o'tamiz. Devorlari juda zo'r holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. O'tgan yil terilgan, usti shu yil yopildi. Penasi shu yil quyildi mana. Hozir penasini quyilganini ham ko'rsatamiz. Pena quyish jarayonlarini videoga ola olmadik, sababi odam yetishmay charchab, nima deydi, mana tepaga 4 metr tepalikka gipsar tortguncha ham anchagina qiyinchilik bo'ldi. Shuning uchun video olishga deyarli vaqt bo'lmadi. Xullas o'ta zo'r holatda. Hozir endi tepa tomonni ko'rsatamiz. Hozir Penoblog ishlari Xitoy hind parashyutlari hammasi bilan tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, Xitoy hind parashyutlarini O'zbekiston bo'ylab yetkazib beryapmiz. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Tepasi 10 ga 25. Katta plashatka bo'ldi. 250 metr kvadrat. Ana ustida bemalol yuribman, sakrab. Ko'rishingiz mumkin. Bemalol sakrab yuraveramiz. Hech qanday nima deydi? Yorilib narsa qilib ketgan yo'q. Bu tomon mana katta plashatka. Ayvonimiz. Bu tomoni pastroq bo'lgan, ayvonimiz bir g'ish baland. Ichkari tomondan past bo'lib qolmasligi uchun katta ayvon bir g'ish baland bo'lgan. Bu tomoniga yana apalavka qo'yib pena quyib yubordik. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomoni bir g'ish baland. Qalinligi mana shuncha. Mana shuncha 10-15 sm. Mana shular 15 sm ham bo'lgan joyi bor. 2 kunda tugatdik. Xullas mana shuni ichini hovuz qilib terib chiqdik-da birinchi. Latoglik beton quydik ichiga, latogliga shipir qoqiladi endi buni ustida. Xullas shipirga tayyor qildik do'stlar. Mana bu tomondan olsak ko'rinadi mana. Ikkita nima bo'ldi-da, xullas 2 bo'lak bo'ldi-da. Ayvon tomoni balandroq, u tomoni pastroq. Xullas pena yopildi, bundan suv ham o'tmaydi. Uncha suvni ham o'tkazmaydi 10-15 sm bo'lgandan keyin. Hozir ana endi pastga tushib ishlarni ko'rsatib o'tamiz. Xullas zo'r holatda bo'ldi. Pena quyidiraman deganlar uchun, Penoblogdan uy quraman deganlar uchun sifatli ishlarimizni tavsiya qilamiz do'stlar. Armatura tashab beton quydik, mana latoyni ichiga o'ta zo'r holatda turibdi. Hech qanday sifatini yo'qotgani yo'q. Mana endi shipir shunga bog'lanadi hozir. Hozir ketdik endi. Qishlarni parashyutlarni tanishtirib o'tamiz. Biz anchadan beri video ham chiqarmay qo'ydik, Penobloglar bilan tanishtirmay qo'ydik. Shu vaqt yo'qligini hisobiga. Pavloniyalarni ko'rsatib o'taman hozir. Pavloniyalarni bo'yi o'sib ketgan. Hozir metrda olib olay, pavloniyalar 1,5 metr bo'lib ketgan. Bundan 2 oy oldin ekkan pavloniyalarimiz. Metrda. Anchadan beri video obzor qilganimiz yo'q edi. Hozir ko'rsatamiz.
Yangi partiya parashyoklarimiz kelgan do'stlar. Ko'risharmizki, Xitoy parashyuklari 1 million so'm joydagi narxi. Hindiston parashyogidan ham kelgan. 10 qop kelgan edi, o'sha 2 qopi kelgandan puli to'lab qo'yilgan edi, kenetlarga chiqarib oldik. 1 million 200 ming so'm joydagi narxi yo'l kira ustiga minadi. 1 millionga Xitoy parashyogi, 1 million 200 ming so'mga Hindiston parashyogi. Xitoy parashyogini ochiq qopga ochib 10 kilo ham beramiz do'stlar. 10 kilo ham o'lchab narxini kelishtirib beraveramiz. Xullas parashyoklarimiz bor. Penoblokchilar uchun telefon qilaverasizlar bemalol. Bu tomonda mana pavliniyalarimiz. Eskining kaltasi ham bor, uzuni ham. Sirach hozir. Mana buni yerga tegizib olyapmiz. Metrda. Ko'rishingiz mumkin. Biri 45, biri 46 bo'libdi. Bu eng uzuni shunday. 1 metrligi bor, 80 santimetrliklar bor. Mana bular ham 1 metrdan uzun. Mana bu tomondagilar o'zi 1 metrdan uzun bo'ladi. Xullas zo'r rivojlanyapti pavliniyalarimiz. Kichkinachalari ham 30 santimetrdan 50 santimetrgacha bo'lyapti. Xullas ana endi do'stlar, tumbali yig'ishlarimiz zakazga chiqqan bular yuklanadi. Latoyli yig'ishni yetkazib bera olmayapmiz. Tumbali yig'ishimiz mana hovli tomonda ham bor. Gipslarimiz zapas qilib kunda 10 tonna kelyapti. 2 kundan beri g'ish qo'yilgan yo'q, sababi tomga pena qo'yib yotdik o'zimizda. Tomga qo'yganimiz ko'rsatdik. O'shani qo'yib yotdik. Shuning uchun 2 kundan beri sexda ish ham bo'lgani yo'q. Ertaga tarafdan sexda ish bo'ladi. Latoyli yig'ishimiz zo'r holatda har doim kelib tinkillaydi. Bu montaj emas, haqiqiy ovozi. Qattiq g'ishdan shunday ovoz chiqadi. Mahsulotdan ekonom qilingani yo'q do'stlar. Mahsulotda ayamay qo'shilyapti. Mana endi oddiy 20-30 olmish shaharmizda ko'rsamiz. Penoblok bo'lmaydi, penoblokda uy qurib bo'lmaydi deganlar kelib g'ishlarimizni ko'rib, uylarni ko'rgandan keyin fikri birdan o'zgarib qolyapti. Bo'la ekanki deyoradi faqat. O'ta qattiq holatda. Aniqrog'i gipsa bloklarimiz. Gipsa blokka gipsda ekonom qilmasa o'ta zo'r bo'ladi. Ekonom variant qilgandan keyin sifatsiz bo'sh bo'lib qoladi. Xullas mana shunday do'stlar. Kimdaki mana shu penoblok biznesiga qiziqsa ham, mana shunday sifatli penoblok chiqarish uchun apparatlarni yetkazib beramiz. Retseptlarni berib qo'yamiz, quyish jarayonlarini hammasini o'rgatib qo'yamiz do'stlar. Kimdaki shu biznesga qiziqsa, apparatlarni ham $900 ga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Yevro qoliplari bilan eng yaxshisi Xitoy hind parashyuklarini, penoblok g'ishlarini yetkazib beryapmiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Kim penoblokda uy qurmoqchi bo'lsa, mana o'zimiz uy qurdik, kelsin, ko'rsin, ma'qul bo'lsa, penobloklarimizni zakaz qilib olib ketaveradi do'stlar. Xullas, videomiz yoqgan bo'lsa, layklarni bosamiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bu tomonda ham mana penoblok ishlarimiz bor, ko'chada ham bor, 5-6 mingta zapasi bilan doimiy bor.